Yaxshimi do'stlar, bugun tayyorlamoqchi bo'lganimiz savzimiyan. Oldi bilan elnuri 5 dan xoli tugman undan 1 kilogram unga 30 gram tuz selib, xamirni changaroq qilib, obdan yo'g'irib olamiz. Xamir yo'g'irganda obdan ishlab, yaxshi tindirishimiz lozim. Ko'klobu, qizil savza, yangyo qatorliqlarni ushshoq ding-ding qilib to'g'raymiz. Sho'xlakni ushshoq to'g'rab olamiz. Sumpiyoz, sinjang, samsaq, shavsung, palak, chango, dufu, go'sht qatorliqlarni ushshoq danch to'g'rab olamiz. Qozonga elnuri tunji siqim birinchi daraja sap qo'noq yog'idan 50 gram atrofida quyib, yog' qizigandan keyin go'shtni solib qo'raymiz. Göz qarg'aygandan keyin ozroq suv solib olamiz. Arqadan yangyo, samsaq, sumpiyoz, sinjang qatorliqlarni solamiz. Arqadan sho'xilni solib, bir qo'shiq lapis silib, azroq jangyo temitib, arqadan ko'klobu, qizil savza, yangyo qatorliqlarni silib qo'raymiz. Qo'rib bo'lgandan keyin ilman suv qo'shib, ahmus silib, qaynatib pishirib tayyor qilib olamiz. Oxirisida shango, dufu, sho'xlak, palak qatorliqlarni solgandan keyin so'zmenninki sho'rpasini tayyor qilib olamiz. Mana xamirimizmi tinib tayyor bo'libdi. Endi buni no'g'ish bilan nepiz yeyib olgandan keyin o'zimizning yoqtirishiga asosan kangri va tarlig'ini tangshab, inchga kesib, qozonga solib 2 minutdan 3 minutgacha pishirib olgandan keyin qachiq elib, ustiga so'zmen sho'rpasini quygandan keyin iste'mol qilsak bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Siz uyingizda sinab ko'ring. Do'stlarning bizni qo'llab, yurak berib qo'yishingizni, ostiga imkon yozib qo'yishingizni samimiy umid qilamiz. İşletken mahsulotlarni boshpatdagi do'konimga esib qo'ydim. Kirib, tanlab setib oling.